yil oldin ko'pchilik artistlarga havas qilardi. Hozir hamma ziyolilarga havas qilyapti. Zo'r nuqtaga urdingiz. Haqiqatda shuni e'tibor bersanglar, bu xalqimizni, millatimizni ya'ni fikr o'sib olayotganiga dalil shu. To'g'ri gap shu. Artist deganda kelsa ketsa, to'g'ri kelsa kelmasa, kim televizorga chiqib qo'shiq aytgan bo'lsa, shuni mashhur qilib, shuni imzosini olaman deb yurardi olamdan. Endi hozir ziyoli toifaga havas qilyapti. Bu xursandchilik. O'sha san'atkorman deganlarning ichida ham ziyolilari maydonda qolyapti. Ziyolilarini qo'shiqlari davom etyapti. Bundan 10 yil oldin aytilgan masalan qo'shiqlar, chang ko'chalar, chang ko'chalar qoldimi? Yo'q. Hech kim eshitmaydi. Yoki bir qancha qo'shiqlar bo'lgan. Qoldimi? Yo'q. Ashraf Jo'rayevning qo'shiqlari davom etyapti. Tohir Sodiqovning qo'shiqlari davom etyapti. Xurshid Rasulovning qo'shiqlari davom etyapti. Ziyolilik bu uzoq davom etadigan nur. Xalqimiz mana shuni qadriga yetib, shuni ajratib olishligida gap katta bu.